Ramazonda senga ruxsat yo'q. Saharda zararli ovqat jinoyat. Men faqat bir marta yedim. Iftorda shoshma. Avval suv, keyin yengil ovqat. Hamma meni yeyapti-ku. Men sizni aybdor deb totaman. Ortiqcha burger yurakka zarar. Foydasiz ovqat bekor zarar. Karamning hukmi shu. Zararli ovqat vaqtni bekorga yetkazadi. Qaroringiz aniq, hurmatli hakam. Men tushunaman. Men qo'rqaman, men aybdor emasman. Bu vilkani topdim. Aybdor deb topildi. Tez ovqat, tez muammo. Qonunni buzdingizmi? Bu shakar jinoyatchi. Uni zudlik bilan qamash kerak. Shakar yashirin jinoyatchi. Tanlov. O'zingizda sog'liqni tanlang. Sud qarori tayyor. Agar sog'liq tarafida bo'lsangiz, lay bosing yo'l va albatta obuna bo'ling Yaviya. Sog'liqmi eng adolatli tanlov.